Audio Jungle. Assalomu alaykum. Avvalo shu dargohga yig'ilgan aziz ustozlar, dugonalarim, sinfdosh bolalar, hammasi xush kelibsizlar. Mana bugun 20 yillik munosabat bilan diydor ko'rishib turibmiz. Juda ham xursandman. Ustozlarimizga rahmat deymiz. Doim shunaqa kasb-ko'ylarga barakasini berib, bundan keyin yoshlarga ilm berishdan, bilim berishdan hech qachon charchamanglar. Faxriylarimiz Manzura aya, Karamat ayalar hamisha nevaralarini, hamma bolalarni rohatini ko'rib, hojilarga borib yurishlarini tilab qolaman. O'rtoqlarimga, dugonalarimga, o'g'il bola sinfdoshlarimga faqat baxt, omad, yana kelajak ishlarida faqat ezgu maqsadlarni tilayman. Oilalari bilan tinch, xotirjamlikda, sog'lik, salomatchilikda yana shunaqa diydor ko'rishlik nasib qilsin. Kelganlarga hammalarga rahmat. O'rtoqlarimni ko'rganimdan juda ham baxtiyorman. Hamisha sog' bo'lsin, salomat bo'lsin iloyim. Endi mana farzandlarimiz, o'g'il sinf qizlarimiz, o'g'il qizlarimiz o'qishlariga kirsin. Ularga ham omad tilayman. Bugungi bayram bilan hammani tabriklayman. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Shu yerga yig'ilgan sinfdosh bolalar, qizlar, men ham shu yerda aytilgan yaxshi tilaklarga qo'shilib, hammaga baxt tilayman. Oilaviy tinchlik tilab qolaman. Yigitlarimiz tabrik yo'llashdan oldin chiroyli sovg'alar bor ekan qizlarimizga. Hali qarsangilar bo'lsin. Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu yerga to'plangan o'qituvchilarimiz, domlalarimiz va do'stlarimiz, qizlarimiz hammasi sog' salomat kelganinglar uchun rahmat. Hammanglarga nima niyatinglar bo'lsa, niyatinglarga yetinglar. Doim ustozlarga aytamiz, sog' salomatda, oilaviy xotirjamlikda, o'g'il qizlaringizlarning yaxshilik kunlarini ko'rib, sog' salomat yurishinglarga doim hammamiz tilakdoshmiz. Qizlaringizga ham, bolalaringizga ham doim omad tilayman, sog'lik, salomatchilik tilayman. Nima niyatlari bo'lsa, niyatlariga yetsin. Bunaqa o'tirishlarimiz doim ko'p bo'lsin. O'rtamizda mehr-oqibat ko'tarilmasdan, yaxshilik kunlarda doim sog' salomat ko'rishni tilab qolaman. Doim yaxshilik kunlarda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Ustozlar, do'stlar, hammanglarga omad tilayman. Sog' salomat bo'linglar. Bola chaqanglarni orzu havasini ko'rib, yaqinlarning vaqtiga hamisha o'yinlardan sog' salomat bo'ling. Rahmat sizlarga ham sho'xroq muzika bo'lsin ekan. Qani qizlar, yigitlar, pida davrani qizdirib beramiz birgalikda. Yana bir bor yaxshi gaplarimiz. Uy,
chiroyli tabrik navbatlarini beramiz. Albatta, davramiz markaziga Gulchehraxon, Dilnozaxon qizlarimizni taklif qilamiz ekan. Ikkita Dilnoza ekan. Adash, birini tabrigini oldik, endi ikkinchisini davramiz markaziga taklif qilamiz. Dilnozaxon, Gulchehraxon va yigitlarimizdan Ilyosbek hamda O'rinboy yigitlarni taklif qilamiz. Dilnoza kelmabdi o'rniga, o'rnilariga Oysuluv bormi? Oysuluv kelganmi? Bormi? Oysuluv. Ilyosbek bilan O'rinboy. Hamma shunaqa taqib olish kerak edi. 25-may o'zi qo'ng'iroq taqiladigan kun. Umringlar uzoq bo'lsin. Yigitlar, kelinglar endi birgalikda qizlarga sherik bo'lamiz. Assalomu alaykum. Bugungi xursandchilik kunda diydor uchrashtirgan avvalambor Allohimga cheksiz hamd va sanolar bo'lsin, shukrlar bo'lsin. Mana bugun bitirganimizga ham 20 yil bo'ldi. Hammanglarni bugungi bayram bilan tabriklayman. Bugungi kechamizga xush kelibsizlar, ustozlarim, do'stlarim, sinfdosh do'stlarim. Hammanglar xush kelibsizlar. Hammanglarga sog'lik, salomatlik, oilaviy baxt tilayman. Ilohim farzandlarimiz ham esli, aqlli, ilmli, bilimli farzandlardan bo'lsin. Doimo shunaqa xursandchilik kunda uchrashib yurishlik doimo nasib qilsin. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Ushbu shirin diydor kechamizning aziz mehmonlari, aziz ustozlar, aziz sinfdoshlar, hammangizni shu yig'ilishimiz munosabati bilan tabriklayman. Shu kechamizga 20 yilda to'plandik. Bundan behad xursandmiz hammamiz. Ustozlarimizga rahmat, bizga shunchalik ta'lim tarbiya bergani uchun. Xudo xohlasa bundan keyin ham ustozlarni yuzni yerga qaratmaymiz degan va'dalarni beramiz. Qizlarimizga, yigitlarimizga baxt, omad tilayman. Hamisha hamrohi bo'lsin. Oilaviy tinchlik, xotirjamlik, baxt, saodat tilayman. Bunday to'planishimiz bardavom bo'lsin. 40 yilliklarga ham kelishlik nasib qilsin hammamizga. Rahmat hammaga. Yigitlarimizdan chiroyli sovg'alarni qabul qilasizlar. Hozir sovg'a beraylik. Rostdanmi? O'rinboy she'r aytib beradi, voy. Nima olmadingiz? Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, sinfdoshlar. Xush kelibsizlar. Ashadagi yaxshi tilaklarga qo'shilib hammanglarga baxt, omad, kelgusi ishlaringizda rivojlar tilaymiz. Assalomu alaykum. Ustozlar, xush kelibsizlar. Sinfdoshlar, jo'ralar, xush kelibsizlar. Hammanglarga baxt, omad. Hammaga hadimizga. Bu yo'l sog'lik, salomatlik hammaga. Tinch bo'linglar, hammanglar. Rahmat, chiroyli tilaklar uchun. Davramiz markaziga chiroyli qo'shiqlarni ijro etamiz. Qani,
Canım
kechikib keladiganda ismlarini yoza olmadik. Kimlar qoldi Nurbek? Qizlarimizdan Nafisaxon bilan Nigoraxon akani yana kim kechikib kelgandi qizlardan? Bizning ro'yxatimizga tushmagan. Ismlari nima ekan shu qizimizni? Keling. Yigitlarimizdan ismlari zikr etilmagan. Nurbek o'zingiz aytib berasiz endi bu yog'iga. Barnoxon, Nafisaxon, Nigoraxon yigitlarimizdan-chi? Said Akbar, Nurlar, Qodirali yana. Xo'p. Kelinglar yigit qizlar. Qizlarimizdan qolmadimi hamma so'zga chiqib oldimi? Qolib ketganlar. Kelinglar 4 kishi bo'lsin deyapti. Kelinglar. Hurmatli shu dargohga yig'ilgan aziz ustozlarim, qadrdon sinfdoshlarim, shu yerda aytilgan barcha yaxshi tilaklarga qo'shilib, hayot yo'llaringlarda faqat baxt, omad tilab qolaman, baxtli bo'linglar. Rahmat qizlar. Assalomu alaykum, aziz ustozlar, sinfdoshlar, qizlar, bolalar. Hammanglarga baxt tilayman. Doim baxtli bo'linglar, qo'shganinglar bilan qo'sha qaringlar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar, hammanglar. Hammanglarga omad, baxt. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, xush kelibsizlar. Bergan tarbiyalarga mingdan ming rahmat. Sizlar ham rozi ko'ringlar bizdan. Bizga o'xshagan yoshlarni hali tarbiya qilishda charchamasdan qo'ldan kelgancha xizmat qilganinglar uchun katta rahmat tilayman. Sinfdoshlarimizga ham hammasiga rahmat. Shunchalik dasturxon yozib, biz taklif qilib chiroyli davrani tashkil etib berganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar hammanglar. Bunaqa o'qishlarimiz hali ko'p bo'lsa, uchrashuvlarimiz davom etsin. Rahmat hamma tashkilotchilarga. Rahmat, davramizga Abror begim qo'shildi. Ana guldastalarni sovg'alarni berib olaylik, keyin yigitlardan tabriklarni olamiz. Assalomu alaykum hammanglarga, ustozlar, domlalar, hammanglarga kelganingiz uchun rahmat. Baringlar sog' salomat bo'linglar. Hayajondamiz endi. Avvalambor assalomu alaykum ustozlar. Sizlarga rahmat deymiz kelganinglar uchun, shunchalik bergan ta'liminglar uchun rozi bo'lasizlar. Rahmat hammalarga. Sinfdoshlar sizlarga ham 20 yillik bayraminglar bilan tabriklaymiz. Hamisha sog' bo'linglar. Assalomu alaykum hammaga, bizlar og'aylar, sinfdoshlar. Hammaga xush kelibsizlar. Mana shu 20 yillikni hammaga tabriklaymiz. Sog' salomat bo'linglar. Yanaga shu 30 yillik fakultetda islomga asosida ko'rishni istamoqchiman. Hammaga rahmat. Xo'p, davramiz markaziga Yoqtor qizimizni taklif qilamiz. Nurlanbek yigitimiz bilan birgalikda. Keling Yoqtor. Assalomu alaykum. Mana shu yerga yig'ilgan aziz, men uchun aziz, qadrli bo'lgan ustozlarim, sinfdoshlarim. Xush kelibsizlar hammanglar. Ustozlarga tilaklarim, sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. 20 yil o'tibdi mana oradan. Bizni sinf rahbarimiz Jumagul ejiga alohida tashakkur aytaman ejiga. Sizni hamma do'stlarimiz, bolalarimiz juda ham asliqdi, bolalar juda ham sho'g'idi.
lekin sizni juda ham yaxshi ko'rishadi. Darslaringizni qoldirmasdan, qizlar echagingizda darsi necha soat deb so'rashardi dadizlar. Keyin shu soatga yetib kelishardi. Boshqa darslarga qatnashmasa ham hammasi yaxshi ko'rardi. Hech ham og'ir gap bilan bizni haqoratlab bir so'kkan emas. Eng yomon gapi eshaklar rasvolar deb qo'yadi bo'ldi. Ashida. Yaxshi ko'rasiz ustoz hali ham sizni, hamma sinfdoshlar nomidan, hamma ustozlardan. Yana bir bor bergan ilminglar uchun, tarbiyalar uchun rahmat. Ilohim farzandlaringlarni rohatini ko'rginglar, hoji onalar bo'linglar. Mana shunday mana biz farzandlarimizni ham o'qityapsizlar. Rahmat mindan ming. Ilohim qariguncha sizlarga ta'zim qilib, xizmatinglarda bo'laylik. Rahmat, hurmat qilib kelinglar. Sizlarga ham uzoq umr, sihat, salomatlik, oilaviy xotirjamlik, farzandlaringlarda rohat. Hoji ota, hoji onalar bo'lishlik hammamizga nasib qilsin. Mana shunday o'tirgan nurlaringiz bo'lmasin. Bir-birimizdan mehr oqibat arimasin. Hammasi tinch bo'laylik. Hayajonlarni chiqarsin. Yo'q, lekin juda ham shoshilib qaytyapsiz. O'tib turing, bu yerda sovg'a bor, oling. Yoqtay chiroyli sovg'alarni qabul qila olasiz, Nurlanbeylar. Yigitlarimizga mana deysiz, shunchalik harakat qilib, qizlarni ko'nglini ko'taryapti. Chiroyli dasturxonlarni tashkillashtiribdi. Katta rahmatlar aytamiz. Tabriklar olamiz endi yigitlarni. Assalomu alaykum ustozlar. Hammaga katta rahmat. Sinfdoshlarga hammasiga omad. Rahmat, sizga ham kattakon rahmat. She'rlarni zo'r qilib yozavering, bo'ptimi? Mabodo yaxshi she'r yozib qo'ysangiz, qo'shib qo'yamiz. Muallifi bo'ladi, ha? Sho'x muzikalar ekan. Seni kalan
Qayerda keldi? Xudo xolasa. Bir haliga. Bo'pti tish bo'ladi. Ustozlarimizni davraga taklif qilamiz. Sal og'irroq qo'shiqlar bilan Bobirjon. Hozir hofiz bo'lamiz. Sizlar bemalol o'ynab olinglar ustozlar. Keyin o'quvchilarga yana navbat beramiz bo'lmasam. Xo'p. Hali Dilyorbek o'quvchim uchun nurlan chiroyli ishlarni qilib kelgan ekansan. Tezroq kelishdi, rahmat. Shunaqa talenting bor ekanini bilmagan ekanmiz. Sog' bo'l, salomat bo'l. Darsga kirganimda eng birinchi tashqarida ishlagani ketishda 88dan boshlagan eslasanglar. Kirib Erali Nurlan qana Toshkentga ketdi ishlagan. Nima qildi Dilyor? Toshkentga ketdi. Ular qanaqa belgilaydi dedimda. Mirolim bor edi. Bugun nima qilnashlar qopti? Mirolim bir 6 oyda keldida. Qanaqa baho qo'ymaydi bolaga 5 yilda 4 qo'yaveramiz deb. Bitta savol beraylik. Shuni bilsandan keyin qo'ying deb savol bersam, bitta savolga 3 ta javob tayyorda. Shunaqa endi a'lochi zo'r har tomonlama yetuk insonlar shu 88 menimcha. Har yerlarda ham bor, xudo xolasa. Lekin sizlarda ham alohida bir xarakter, harakat, ash paytida tirikchilikka harakat sizlarda boshlanganda, hozir ham davom etyapti ekan.
Sababi jarayonda ko'rib turibmiz, qistir-qistirlarda, boshqalarda doim omadli bo'lib, cho'ntaginglarda shunaqa pullar ko'p bo'lib, hamma nimasini olib yuboringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar hammalar. Omadinglar beraversin. Rahmat sizga. O'z aslida biz esimizda ham o'ta sho'x bolalar, o'ta to'polonchilar bor. Birinchidan odobli bolalar ham o'zini o'tadi. Ashlar nimalar esimizda qoladi. Mana doim sho'x bo'lib yuraveringlar hayotda ham, oldinda sog' salomatchilikda omadlar beraversin. Cho'ntaklari daromadga pulga to'laversin. Qani ustozlar chiroyli qo'shiqlarni ijro etamiz. Bobojon ijro etib berasizmi? Endi mani boshqa ishim yo'q. Mani sendan boshqa hech qanday ishim yo'q. Endi mani boshqa ishim yo'q. Mani sendan boshqa hech qanday ishim yo'q. It's
mahfuz. Siz benim doğruyum, sol gözde moruyum. Bilsin nazlı cilası anladım. Nurbek, keling davramizga. Ha. Ismlari. Yo'qdir. Voy, bilmay qolibmiz-ku. Xo'p, yo'q hozir ham. Yo'qdir, raqqosa ekansiz-ku. G'ani she'r kelmadimi? Tushundimi? She'rga kim edi, ustoz? Sherikagacha qanligini berib o'chirib bo'ladimi? So'zga chiqdi. Xo'p, o'zingiz taklif bering. Qani she'r? Keyin so'zga chiqmagan yigitlarimiz ismlari qani? Birlarda yoqda chiqadi. Shuni bir eslaymiz. Marhamat, qani she'r. Tadbirda yondirgan ekansiz. Bugun bitta qani yondirib bomba qilib portlataylikchi. Yo'qda chiroyli raqslar. Yo'q, baribir. Eslaymiz qani? Xo'p, Lazga bo'ldi, Lazga bo'lsa ekan sho'x ekan. Bo'ldi, qani ikkalasi davrani zo'r qizdirib berar ekan. Nigora ham raqsga usta bo'lgan ekan. Sherali to'ralasi birgalikda o'yin qilib beradi ekan. Qani? Nigora? Sherali bor ekan. tushunmovchilik bo'lganda to'g'risi ustozlar yo'qotayda yoshlikda lazgiga o'ynagan shunga iltimos qiladi hozir muzikam do'sti qolmay bo'ldi hozirda shunga yo'qotayda nigoradan shu maktabda konkurslarda o'ynagan o'yinni bir o'ynaversa degan iltimos tushadi shunga yo'qotay sendan faqat lazgiga
Nigora o'koyingdan shuni taklif bo'ldi, ustozlar shuni so'raydi sizlarga. Lazgiga yo'qday, ustozlar so'raydi. Aşı yo'qda sizning ustozlar esida qolgan ekan, esida bir shu huzurlasa chiroyli tadbirlarda olib borardi, shu huzur o'yinchilarda hozir iltimos qildi, shuni bir ustozlar o'zi so'rovini bir iltimosini qo'yib rosa maktabda qolib ketgan ekan u lazgi o'yinlari. Shunaqa o'ynab kulib yuringlar. Kimni taklif qilamiz? O'zingiz mana mikrofonda. Hozir bolalardan bir taklif tushdi. Yoshlik o'zdali o'rtaga do'ppini qo'yib to'rtta bola chiqib shu Ilyas o'zing chiqasiz, o'zing uyushtir deymiz.
Yo'q, hozir shunaqa taklif tushdi. 4-5 bola yoshlik o'zida o'ynardek, do'ppini qo'yib olib, kemali hozir qo'li bilan emas, og'zi bilan do'ppini olishdi aytdilar. Bir 4tasi o'ynaveraylik, bir yoshligingizda o'ynaylik degan taklif tushdi. Kim? Qizlar. Men Kevin Feruza, Gulzira, Oysulu. Kim bor yana? Nigor ekan. Assalomu alaykum. Aziz ustozlar, sinfdoshlar. Hammalariga kelganlarga rahmat. Hamisha omon bo'linglar, sinfdoshlar, o'qituvchilarga rahmat. Katta kelganlar uchun biz tarbiya berib, shunga yetkazganlar uchun hammalariga rahmat. Assalomu alaykum. Sinfdoshlar, rejakilar, ayollar. Kelganlarga rahmat. Hamma tilaklarga qo'shilaman. Kelaloy bog'lar, Navoiydan salom aytaman. Rossiyada bog'lar, Qirg'iziston. Hamma salom aytish sizlarga. Kelganlarga rahmat. Bergan tarbiyangizga rozi bo'lasizlar. Mayli. Assalomu alaykum. Xushxonlik yigitlar, mehmonlar, ayollar, sinfdoshlar, suyatlar, hammaga vaqtida tinch bo'linglar, oilalar bilan lekin niyatlarimizni yetkazing. Kim bor? Ancha chiqdingiz. Assalomu alaykum. Aziz sinfdoshlarim. Xush kelibsizlar. Hammalarga umringiz uzun bo'lsin. Tanijoningiz sog' bo'lsin. Nimaki niyat qilgan bo'lsanglar, niyatingizga yetkizinglar. Hamma ezekalarimiz, ayollarimizni o'rni bor. Bizlarni o'qitdilar. Yaxshi tarbiyalar oldi. Rahmat katta ezekalar hammalarga. Uy-joylar bilan tinch bo'linglar hammalar. Rahmat. Sinfdoshlarim rahmat hammalarga kelganlarga. Tinch bo'lasizlar. Xudo xolasa 30 yil, 40 yil, 50 yil qilaylik. Sizlar kelib yuraveringlar. Assalomu alaykum. Uzoqdan keyin eriga, ayollar, do'stlar, Bishkekdan keyin sinfdoshlar, hamma Qirg'izistondan keldi. Hammaga uzoq umr, baxt saodat tilaymiz. Bundan ham yaxshi kunlarda shunday to'planib o'tirish hammaga nasib qilsin. Hozir bola mashinaga Mashin to'raga bir shuginani o'ynatamiz deb bola iltimos qildi. Qani yigitlar. Yoshlik valilarga ishonarli olishga. Ko'ramiz, qani kim chaqqon ekan? Hozir shuginani yonib qo'yamiz. To'ralasizda hamma turish kerak. Yo'qsa qo'ydilar shu chiqlashyapti hozirda. Ikkilar biladi, deb hozir keladi.
aylanasiga qarang, kim chaqqon ekan. Ha, stol aylanish qizlar uchun. Ha, qizlar uchun. Xo'p, keyingisida hozir yigitlarga xalaqit qilmadi-yu qizlar. Qani yoshligiga chaqqon qolibdi ekan qizlar. Birgalikda. Qizimiz nechta bitta kam qo'yamiz stolni? Bitta kam stol oling. Qizlarimiz nechta bo'ldi o'zi? Bitta kam qo'yinglar, bitta kam. O'rtamizda 9 ta qo'yamiz. 8 ta bo'lsa 7 ta qo'yamiz. Qara olinglar.
Kim yoqdami? Qaysi birlari? Gulchehra. Voy, ana. Nechta qoldi? Orada chalg'ituvchi ham bo'ladi, hushyor bo'lamiz, qizlar. Ketdik, ana davom etamiz. Barnomi hozir aytib turdim, barno chaqqonroq deydi. Bo'ldi, ularni qani nechta qizimiz qoldi? 5 ta. Ketsin. Gulzira ulgurmay qoldi. Rossa poylab o'zi aylanayotdi. Men o'tirib olaman dedi.
Xo'p, kim oxirida qolsa-chi? Sürpriz bor ekan. Yigitlarimiz tomonidan sovg'a bor. Agar qimmatbaho sovg'a bo'lsa, men ham hozir oranglarga qo'shib olaman. Qani ketdik. Qizlar? Feruza chalib qoldi-da. O'shancha qani? Ketdik qizlar. Sürpriyor bo'lardi, nima qoladi bo'ladi o'zi. To'xtasang bo'lasan shekilli ya. Yigitlarimiz yugurib obyektdan chiqar sizga deb olib chiqdik. Kim g'olib bo'lsa beramiz dedi shu. Yangi yurishgani. Ikkinchi o'ringa ham sovg'ami? Ikkinchi o'ringa ham. Bo'linglar, shunaqa o'ynab kelib mazza qilib yuringlar. Yoshlik ozgina bo'lsa ham esga olindimi? Mazza qildinglarmi? Bolalar ham o'ynaydi, bolalar 2 ga bo'linadi. Xo'p, 2 ga bo'lamiz. 2 ga bolalar ko'p, 2 ga bo'linadi. Qaranglar, hozir shunaqa taklif tushyapti Nurbekdan. O, kallasi yaxshi ishlaydi. Kim chiroyli o'yinga tushish ekan? Bolalar bu taraf, qizlar bu taraf. Yana aylanishmi? Yo'q, unda zerikarli bo'lib qoldi. 2 ga bo'linadi bolalar. Bola ko'pda. Ha, sig'may qolamiz 2 marta.
Hozir lazım bo'l. Mana bitta o'ynayman. To'xtamiz.
boshqacha bir his